Aperonlar ichida eng ko'p o'rganilganlaridan biri bu lak aperon. Lak aperon. Bu aperon qanday organizmlarda uchraydi? Uning vazifasi nima? U qanday tuzilishga ega? Mana shu savollarga bugun shu videoda to'liq ma'lumotlarni olamiz. Lak aperon asosan Escherichia coli bakteriyasi genomida uchraydi. Keling, Escherichia coli deb yozib qo'yaman. Mana shu bakteriya genomidagi lak aperon yaxshi o'rganilgan. Lak aperonning vazifasi laktoza uglevodini parchalash. Demak, laktoza uglevodini parchalash aynan mana shu lak aperondagi genlarda kodlangan. Laktoza o'zi qanday modda? Nega u parchalanishi kerak? Laktoza bu uglevod, glyukoza, fruktozaga o'xshagan modda. Mana shu modda parchalanadigan bo'lsa, hujayra o'ziga kerak bo'lgan energiyani olishi mumkin. Mana shu laktozani parchalash esa lak aperon genlarida kodlangan bo'ladi. Demak, mana shu laktoza uglevod va undan energiya olish mumkin. Mana shu laktoza haqida qo'shimcha ma'lumot u ba'zi bir manbalarda sut shakari deb ham nomlanadi. Chunki mana shu laktoza moddasi asosan sut tarkibida uchraydi. Demak, mana shu laktoza moddasi. Endi keling, lak aperonning o'zini tuzilishiga to'xtalib o'tamiz. Mana shu tasvirda lak aperonning tuzilishini ko'rib turibmiz. Bu joyga biz e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu promotorni ko'ramiz. Prokariot organizmlarning genomida bir xususiyat borligini biz aytgan edik. Bu joyda bitta promotorga bir qancha genlar mos keladi. Aniqroq qilib aytsam, bir nechta genlar oldidan bitta promotor keladi. Hozir ham xuddi shunday holat. Bitta promotor va 3 ta gen. Mana shu genlarning o'zini ham o'ziga xos xususiyatlari bor. Masalan, LAKZ geni. Bu gen bir fermentga javobgar va mana shu ferment hujayra tarkibida laktozani parchalashga xizmat qiladi. Demak, mana shu laktozaning parchalanib, undan energiya olinishi mana shu LAKZ kodlaydigan fermentga bog'liq. Endi LAKY geni. Bu genda laktoza moddasini hujayra membranasidan o'tishiga javobgar bo'lgan ferment kodlanadi. Soddaroq qilib aytsam, LAKY geni kodlaydigan ferment laktozani hujayraga so'rilishini ta'minlab beradi. LAKA geni esa qiziq, juda ham qiziq gen, lekin hali to'liq o'rganib bo'linmagan. Demak, 3 ta gen bo'ladi lak aperonning ichida. Ulardan tashqari, promotordan ham tashqari bu joyda operator va kap qismini ko'rib turibmiz. Operator nima? Operator bu maxsus repressor modda bog'lanadigan qism. Repressor aynan hozir mana shu lak aperonda lak repressor ko'rinishida bo'ladi. O'zi umuman agar repressorni esga oladigan bo'lsak, bu modda transkripsiya jarayoniga xalaqit beradi. Endi mana bu kep qismiga e'tibor beraylik. CAP boshqacha qilib aytsak. Agar biz uning nomini to'liq ko'radigan bo'lsak ingliz tilida, Catabolite Activator Protein. Bu degani katabolizmni aktivlovchi, ya'ni faollashtiruvchi oqsil degani. Mana shu joyga aktivator bog'lanishi mumkin. U bog'lanadigan qism esa CAP yoki CAP qism deyiladi. Agar biz uni o'zbekcha ko'radigan bo'lsak, shunchaki KO ko'rinishida bo'ladi. Katabolizmni aktivlovchi oqsil yoki aktivlashtiruvchi, faollashtiruvchi oqsil. Demak, mana shunday qismlardan iborat bo'ladi lak aperon. Endi keling, uni faoliyatiga alohida to'xtalamiz. Biz yuqorida ham aytib o'tdik, lak aperon laktoza moddasini parchalashga xizmat qiladi. Aynan shu moddaning parchalanishi mana shu lak aperonda kodlangan bo'ladi. Endi savol, nega laktozani parchalash kerak? Chunki laktozadan hujayra o'ziga kerak bo'lgan energiyani oladi. Lekin biz oldingi videolardan o'rgangan ma'lumotlarimizni bu joyda ko'radigan bo'lsak, unga ko'ra hujayra o'ziga kerak bo'lgan energiyani glyukozadan ham olishi mumkin. Glyukoza bilan laktozani solishtirsak, glyukoza ancha sodda tuzilgan laktozaga nisbatan. Glyukozani parchalashga ancha kam kuch sarflanadi. Demak, agar bu joyda glyukoza va laktoza bo'ladigan bo'lsa, hujayra uchun glyukozani tanlash ancha qulay. Lekin glyukoza bo'lmasa, laktozani parchalash juda ham muhim hujayra uchun. Lekin har doim ham mana shu hujayra yashaydigan joyda, masalan, Escherichia coli bor joyda laktoza bo'lmasligi mumkin. Bunda mana shu aperon qanday ishlaydi? Shuni ko'rib chiqamiz. Hozir biz birinchi holatni ko'ramiz. Bu joyda laktoza yo'q deb tasavvur qilamiz. Demak, laktoza
yo'q. Mana bunday qilib alohida belgilab olaman. Demak, agar mana shu joyda laktoza bo'lmasa, bu aperon qanday ishlaydi? Transkripsiya amalga oshadimi? Agar biz yaxshilab o'ylab ko'radigan bo'lsak, mana bu genlarning faoliyatiga e'tibor bersak, ularning hammasi laktozani parchalashga javobgar. Laktoza bo'lmasa, ular nimani parchalaydi? Demak, bu joyda transkripsiya amalga oshib, laktozani parchalovchi va laktozaning hujayraga so'rilishini ta'minlovchi fermentlar hosil bo'lishi uchun dastlab transkripsiya amalga oshishi kerak. Ya'ni informatsion RNK hosil bo'lishi kerak. Informatsion RNKdagi axborot asosida mana shu fermentlar sintezlanishi mumkin. Lekin bu fermentlarni ishlab chiqargandan hozir hech qanday foyda yo'q. Chunki muhitda laktoza yo'q. Fermentlar parchalashi kerak bo'lgan modda yo'q. Mana shuning uchun ham hozir bu joyda transkripsiya amalga oshmagani ma'qul. Agar biz biologik obyektlarga, ayniqsa organizmlarga e'tibor beradigan bo'lsak, ular uncha-bunchaga o'zidagi energiyani sarflab yubormaydi. Ularda agar sharoit bo'lsa, bu energiyani sarflamaslikka imkon bo'lsa, ular bundan yaxshi foydalanadi. Ular o'zidagi bor resursni, o'zida bor energiyani hech qachon bekorga sarflab yubormaydi. Hozir ham xuddi shunday holat bo'ladi. Laktoza yo'q bo'lgandan keyin mana bu genlarning ekspressiyalanishi, ya'ni ularning axborot informatsion RNK ga ko'chishini umuman keragi yo'q. Demak, bu joyda transkripsiya to'xtatilishi kerak. Mana shu joyda endi lak repressor keladi. Mana bunday repressor. Mana shu lak repressor. Lak repressor. Repressor. Mana shu lak repressor keladi. Mana shu modda operator qismga bog'lanadi. Natijada endi transkripsiya amalga oshmaydi. Nega? Chunki mana bu joyda promotorga bog'langan RNK polimeraza o'zining ishini amalga oshira olmaydi. Uning oldida to'siq bor. To'siq bu lak repressor. Demak, lak repressor agar muhitda laktoza bo'lmasa, transkripsiyaga xalaqit beradi va bu bilan ortiqcha energiya sarfining oldini oladi. Endi agar muhitda laktoza bo'lsa nima bo'ladi? Buni ko'rib chiqamiz. Xuddi mana shu lak aperon endi bu joyda laktoza bor deb tasavvur qilamiz. Chiroyliroq yozib olay. Laktoza bor. Laktoza bor bo'lsa endi nima bo'ladi? Agar muhitda laktoza bo'lsa, endi uni parchalaydigan fermentlar ham kerak bo'ladi. Buning uchun bu joyda allolaktoza moddasi ham kerak. Mana shu allolaktoza moddasi deb tasavvur qilamiz. Allolaktoza. Bu modda laktozaning izomeri. Aynan shu joyda u indutserlik vazifasini bajarib beradi. Qanday qilib? Lak repressor bo'ladi mana bu joyda. Demak, bu repressor, lak repressor. Mana shu repressorga allolaktoza kelib, bog'lanib oladi mana bu qismiga. Shundan keyin u repressorning faoliyatini to'xtatib qo'yadi yoki o'zgartirib qo'yadi. Natijada repressor endi operator bilan bog'lana olmaydi. Buning natijasida RNK polimeraza bemalol kelib promotor bilan bog'lanadi va transkripsiyani amalga oshiradi. Demak, transkripsiya amalga oshadi. Transkripsiya. Shunchaki transkripsiya bo'ladi deb yozib qo'yaman. Demak, transkripsiya amalga oshadi. Transkripsiya amalga oshishi uchun e'tibor bering. Muhitda laktoza bo'lishi kerak ekan. Laktoza bo'lsagina uni parchalashga kerak bo'lgan fermentlar sintezlanishi mumkin. Fermentlarning sintezi esa mana shu transkripsiyaga bog'liq bo'ladi. Demak, bu joyda allolaktoza indutseri bo'lsa, u repressorning faoliyatini to'xtatadi va natijada repressor operatorga bog'lana olmaydi. Mana shunday qilib, lak aperon laktoza bor yoki yo'qligiga qarab turlicha faoliyat ko'rsatadi. Agar laktoza bor bo'lsa, demak, u transkripsiyani amalga oshiradi va informatsion RNK ni hosil qiladi. Agar laktoza yo'q bo'lsa, bu joyda transkripsiya amalga oshmaydi. Repressor operator bilan bog'lanib, transkripsiyani to'xtatadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida aytib o'tdim. Laktoza emas, bu joyda boshqa uglevodlar ham lak aperonning faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, glyukoza. Nega aynan glyukoza? Yuqorida ham aytib o'tdim. Chunki glyukoza laktozaga nisbatan tezroq parchalanadi va u sodda tuzilgan. Uning sodda tuzilishi aperon uchun ancha qulay. Chunki
u sodda tuzilganligi uchun ham tezroq parchalanadi va tezroq energiya olinadi undan laktozaga nisbatan. Endi keling, glyukoza bor yoki yo'qligini mana shu lak aperonning faoliyatiga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Bu joyda glyukoza yo'q bo'lsin. Demak, glyukoza yo'q deb yozaman. Glyukoza yo'q, lekin laktoza bor deb tasavvur qilamiz. Laktoza bor. Nima bo'ladi bu joyda? Glyukoza yo'q bo'lgandan keyin hujayra majbur laktozani ishlatadi energiya manbai sifatida. Laktoza bor bo'lgandan keyin, demak, ko'p miqdorda transkripsiya amalga oshishi kerak. Bu joyda allolaktoza yuqoridagidek induserlik vazifasini bajaradi, u repressorga bog'lanadi va uning operator bilan bog'lanishiga to'sqinlik qiladi. Natijada RNK polimeraza bemalol promotor bilan bog'lanadi va transkripsiya amalga oshadi. Transkripsiya. Lekin bu mana shu bilan yakuniga yetib qolmaydi. Bu joyda laktoza bor, glyukoza yo'q. Hujayra ko'proq energiyaga muhtoj. U majburlikdan laktozani ishlatyapti, lekin laktozani parchalashga ko'p energiya ketgandan keyin, demak, ko'p miqdorda fermentlar ham kerak bo'ladi. Transkripsiya me'yorga nisbatan ko'proq amalga oshishi kerak. Buning uchun bizga aktivator yordamga keladi. Bu aktivator modda hozir bu joyda siklik AMF, ya'ni adenozin monofosfat. U ATF ning biroz boshqacha ko'rinishi. Masalan, ATF da 3 ta fosfat guruhi bo'lsa, AMF da bitta fosfat guruhi bo'ladi. Shuning uchun ham adenozin monofosfat deyiladi va u halqasimon ko'rinishda bo'ladi. Mana shu siklik, ya'ni halqali AMF moddasi kep qismi bilan bog'lanadi. Ya'ni aktivator bog'lanadigan qism bilan bog'lanadi shu modda. Natijada endi u RNK polimerazaning faoliyatini oshirib yuboradi. Natijada transkripsiya ko'p amalga oshadi. Kuchli tarzda amalga oshadi va ko'p miqdorda informatsion RNK hosil bo'ladi. Demak, muhitda glyukoza bo'lmasa, laktozani parchalovchi moddalar ko'p miqdorda hosil bo'lishi kerak. Chunki hujayra uchun asosiy energiya manbai bu joyda laktoza bo'lib qolyapti. Transkripsiyani oshirib, kuchaytirib beradigan modda bu siklik AMF, ya'ni halqali ko'rinishdagi adenozin monofosfat moddasi. Muhitda glyukoza qancha ko'p bo'lsa, siklik AMF shuncha kam bo'ladi. Ya'ni glyukoza va siklik AMF miqdori o'rtasida bog'liqlik bor. Mana bu joyga yozib olaman. Agar muhitda ko'p glyukoza bo'lsa, siklik AMF miqdori kam bo'ladi. Mana shu moddaning sintezini glyukoza kamaytirib qo'yadi. Agar muhitda glyukoza kam bo'lsa, u o'zi kam bo'lganligi uchun ham mana bu moddaning sintezini kamroq to'xtatadi. Demak, natijada siklik AMF moddasi ko'p miqdorda hosil bo'ladi. Bundan tashqari, agar muhitda glyukoza ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana bu transkripsiyani kuchayishini keragi yo'q. Chunki hujayra laktozadan ko'ra glyukozadan ko'proq foydalanadi. Va mana shu laktozani parchalashga ehtiyoj kamroq bo'ladi. Shuning uchun ham siklik AMF moddasi aktivator bilan bog'lanish ehtimoli kamayib ketadi glyukoza ko'p bo'lsa. Keling, mana shu holatni alohida ko'rib chiqamiz. Glyukoza bor bo'lsin va unga qo'shimcha tarzda laktoza ham bor bo'lsin. Mana shu moddalar agar muhitda bo'ladigan bo'lsa, hozir aytgan gapim, siklik AMF o'zi miqdori kam, bor, lekin kam, juda ham kam bo'ladi. Yozib qo'yay, AMF kam bo'ladi. Kam yoki umuman yo'q bo'lishi mumkin. U kam miqdorda bo'lgandan keyin uning mana bu qism bilan bog'lanish ehtimoli ham kamayib ketadi. Deyarli bog'lanmaydi bu qism bilan. Qolaversa, glyukoza bo'lgandan keyin hujayra laktozadan ko'ra glyukozani ko'proq parchalab, o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni olaveradi. Shuning uchun ham bu joyda mana bu RNK polimerazaning faoliyati pasayib ketadi. Birinchidan, unga yordam beradigan aktivator yo'q. Ikkinchidan, hujayra uchun mana bu laktozani parchalaydigan fermentlarni keragi yo'q.
Albatta bu joyda ham allolaktoza bo'ladi, aytib o'tishim kerak. Allolaktoza boyagidek repressorning faoliyatini pasaytirib turadi. U operator bilan bog'lanmaydi. Demak, bu joyda transkripsiya to'xtab qolayotgani yo'q, lekin uning tezligi glyukoza yo'q bo'lgan muhitga qaraganda pasayib ketadi. Transkripsiya kam miqdorda amalga oshadi. Amalga oshadi, lekin kam miqdorda. Mahsulot kam. Informatsion RNK kam miqdorda hosil bo'ladi. Natijada informatsion RNKdan keyin hosil bo'ladigan fermentlar ham kam miqdorda hosil bo'ladi. Mana shunday qilib, lak aperonning faoliyati muhitga qarab turlicha o'zgarishlarga uchraydi. Glyukoza ko'p bo'ladigan bo'lsa muhitda laktozani parchalaydigan omillarning keragi yo'q va shuning uchun ham transkripsiya kam yoki sekin ravishda amalga oshadi. Agar muhitda glyukoza bo'lmasa, hujayra juda ham muhtoj laktozaga. Laktozaga muhtoj bo'lgandan keyin uni parchalovchi omillar ham ko'p miqdorda kerak. Shuning uchun ham bu joyda aktivator yordamga keladi va transkripsiya juda jaddal amalga oshib, ko'p miqdorda informatsion RNK hosil bo'ladi. Informatsion RNK ko'p hosil bo'lgandan keyin laktozani parchalovchi va uning hujayraga so'rilishini ta'minlovchi fermentlar ham ko'p miqdorda hosil bo'ladi. Demak, mana shu lak aperon haqidagi umumiy ma'lumotlar edi.